Bugun olchadan kompot tayyorlaymiz. Menimcha har bir oilada sevib iste'mol qilinadigan kompotlardan biri bu olchali kompot bo'lsa kerak. Bilganlarga takrorlash, bilmaydiganlar uchun kerakli video bo'ladi degan umiddaman. Birinchi qiladigan ishimiz qaynatish uchun kattaroq idishga suv qo'yamiz. Suvimiz to qaynaguncha qolgan ishlarni bajarsak bo'ladi. Bankalarimizni ko'zdan kechirib, tozalab yuvib, ag'darib qo'yamiz. Undan keyin giloslarni ham 2-3 marta qayta chayib, yopish uchun tayyor holga keltiramiz. Yuvilib, sterilizatsiya jarayonidan o'tgan banka va banka qopqoqlarimiz tayyorlab olinadi. Har 3 litrlik bankaga 1 kosadan olcha solsangiz yetadi. 1 kosa olchamiz taxminan yarim kiloni tashkil etadi. 3 litrlik banka uchun 1,5 piyola shakardan foydalanaman. Demak, har 3 litrlik bankaga 1 kosadan olcha va 1,5 piyoladan shakar solib olinadi. Tayyor bankalarimizga kamida 10-15 daqiqa davomida shaqillab qaynab turgan qaynog'i qolmagan aynan qaynoq suv quyib chiqiladi. Solgan suvimiz bankani limmo-lim to'ldirishi kerak. Ichingizda shubha-gumonlar qolmasligi uchun boshqa bankaga o'tishga shoshilmang. Oldin mana shu bankani yaxshilab yopib, tekshirib, ag'darib qo'yib, keyingisiga o'tsangiz bo'ladi. Bankani biroz aylantirsak, shakarlari tezroq erishiga yordam bergan bo'lamiz. Yopilgan qopqoq atroflaridan suv sizib chiqmasligi va burmalar qolmasligi kerak. Agar qopqoqlarimizni yaxshilab yopgan bo'lsak, siz o'ylaganingizdan-da kichkinaroq bo'lgan mikroorganizmlar kompotimizga tushmaydi va bankamiz otmaydi. Bankalarni issiqqina qilib adyol bilan to sovugunicha o'rab qo'yamiz. Sovigan bankalar qip-qizil ko'rinishga keladi.